Hozirda o'zida 200 ming deb sotilib, mana tarozini urganim uchun jinoyat ishi qozonilishi kerak. Yo'qman sizga. Bo'ling, bering, bu yoqqa bering. Hozir ichki ishlar chaqiraylikda. Aka, hozirda o'zi taroziga uryapti. Aka, bu yo'q edi, hozir qo'yishdi endi. Hurmatli go'sht sotuvchilar, agarda xalqni aldasangiz, go'shtni aldab sotsangiz, tarozidan ursangiz, go'sht mahsulotlarini talab darajasida sotmasangiz, sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 189-moddasiga asosan 123 million 600 ming so'mdan 247 million 200 ming so'mgacha jarimaga tortilishingiz mumkinligidan xabaringiz bormi? Asosan erkaklar bozorlik qilishni yaxshi ko'ramiz. Shu kunlarda men Farhod bozoriga tushdim va go'sht sotib olish uchun bozor peshtaxtasiga bordim. Go'sht sotuvchidan go'shtning narxini so'radim. Go'shtning narxini 120 ming so'm dedi. Men u bilan savdolashmadim. Arzonroq soting yoki qimmatroq soting, yo'qmasa skidka qiling deb so'ramadim va bir nechta go'shtlarni tanladimda, o'sha go'shtlarning narxini so'rasam, u ayni narxlarni takrorladi va menga 200 ming so'mlik go'sht tortib berdi. Men uning harakatlaridan shubhalandimda, go'shtni o'zimga oldimda, olgan go'shtimni qaytadan taroziga qo'ydim. 200 ming so'mlik go'sht 180 ming so'mlik go'sht bo'lib chiqdi. Undan so'ng men vaziyatni ertaga ustimga tuhmat qilmasin, yo'qmasa ular bir-birimizga tuhmat qilib qolmasligimiz uchun telefonim kamerasini yoqdimda, bozor ma'muriyatini chaqirtirdim va bo'lgan voqealarni telefonimga videoda muhrladim. Uni qarangki, bozordagi go'sht sotuvchilar menga bir galalashib tuhmat uyushtirib tashlashdi. Jahl ustida hammasiga nisbatan chora ko'rdirmoqchi bo'ldim-u, lekin shaytonga hay berdim. Ya'ni arizamni oxiriga yetkazmasdan ularni kechirimini qabul qilib, menga o'zimga istagan go'shtni sotib olib, yo'limni davom etdim. Lekin bu haqda ommaviy axborot vositalarida xalq bilan bo'lishkim keldi. Hurmatli iste'molchilar, hurmatli hamyurtlar, agar sizda shunday holatlar duch kelsangiz, albatta bozor ma'muriyatiga 102 ga telefon qiling. Nega deysizmi? Go'sht mahsulotlarini sotish bo'yicha davlatning standartlari mavjud. Mol go'shti 25%, qo'y go'shtida 25% dan 30% gacha suyak bo'lishi davlat standart talablariga belgilab qo'yilgan. Ya'ni ushbu suyakdan ortiqcha suyak qo'shib beryaptimi yoki keraksiz iste'molga yaroqsiz go'sht qo'shib beryaptimi? Shunday holatlarni fiksatsiya qiling va tegishli idoralarga murojaat qiling. Va bu nomard, vijdonsiz go'sht sotuvchilari tegishli jazosini olishadi.